Mana shunaqa narsani soatlab ko'rasizlar, foydali narsa ko'rilmaydi. Hammasiga. Aslida siz o'ylagan narsa emas, azizlar. Inson ikki tur ko'rinishga ega bo'ladi: qora tanli va oq tanli. Ko'pchiligimiz qora tanli insonlar jinsiy hayotda faol bo'ladi va ular juda ham baquvvat degan fikrdamiz. Keling, shuni bugun ko'rib chiqamiz. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, Yevropa, Osiyo xalqlarida jinsiy komplekslar rivojlanganligi sababli biz negroid xalqini jinsiy lovelas deb hisoblaymiz. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, jinsiy zaifligi rivojlangan erkaklarda Viagra ta'siri orqali o'rganilganda, olimlar buni etnik guruhlarga bo'lgan. Yevropa, Osiyo va mongoloid irqiga mansub erkaklarda Viagrani ishlashi juda ham zo'r bo'lgan. Lekin negroid erkaklarda Viagraning ta'siri juda ham past bo'lgan. Shu sababli negroid erkaklarda jinsiy zaifligi rivojlansa, ko'pincha konservativ dori-darmonlar bilan davolashda imkoni yo'q bo'lib qoladi. Aksar hollarda ularning oxirgi yo'li implant o'rnatish bo'lib qoladi. Yevropa va Osiyo xalqlarida, ya'ni bizning xalqimizda medikamentoz davolash ko'pincha samara bergani bor gap. Shu sababli ularga qarab o'zingizga kompleks yaratib olmang. Bular hammasi illyuziya. Значит, o'zimizni chapani erkaklar babi zo'r. Videoni chapani yigitlarga jo'natib qo'yinglar.